Xo'p, ko'pchilikda bo'ladigan muammo 8 Pro va Pro Max da propsk muammosi. Ko'pchilik diagnostika qilyapti, propsk bor ekan 3-silindrda yo 4-silindrda deyishyapti. Natijada kompressiyani tekshirib ko'rishyapti. Kompressiya tam 6 beryapti yo 5 beryapti, 7 beryapti, kompressiya past ekan deb golovka ochib tekshirishyapti. Usta akalar, bu juda ham katta xato. Bu mashinalarda o'zi propsk рабочий holati eng minimal holati 6 bo'lishi kerak. Bu рабочий holat degani. Xo'p, bunga sabab nima bo'ladi? Silindrlar atrofida nagarlar, to есть vaqtida injektorlar tozalanmagani hisobiga, vaqtida to'planma sistema tozalanmagani hisobiga qaysidir klapanda atrofida nagar yig'ilib qoladi. O'shani hisobiga 6 yoki bo'lmasa 5 4 kompressiya beradi. Buni golovkani ko'tarmasdan yechish imkoniyati bor bizada. Полностью qilib beramiz. Kollektorni yechib olamiz bilsanglar, polniy to'planma sistemani tozalaganda biz kollektorni yechamiz. Ko'pchilik kollektorni yechmaydi, joyida turgan holatda tozalaydi. Bu xato. Kollektorni yechganingizda ko'rsanglar bo'ladi. Mana silindrlar polni ko'rinib turadi kanallarda. Kanallarda ko'rib turib, silindrlar qanaqa holatda ishlagan, nagar bormi yo'qmi tekshirish imkoniyati bo'ladi. O'shaning uchun обязательно yechish kerak. Biz yechib turib, polni profilaktika qilib turib, agar nagarlar bo'lsa, polni chiska qilamiz, mashinani ideal holatga olib kelib beramiz, to есть ishlaydigan holatiga. Boshida bir kun yaxshi ishlaydi, ikkinchi kunga yana qaltirash, yana detonatsiya, mana shu muammolar kuzatilyapti. O'shaning uchun ishonchli ustalarga olib borsanglar bo'ladi, yoki bo'lmasa mana shu sistemani полностью noldan tozalaydigan ustalarga ko'rsatinglar. Muammolar butunlay bartaraf bo'lishligi uchun. Pechka muammosi. Avto rejimda kamroq ishlatinglar imkon qadar, agar pechkalar effektivni zo'r ishlashligi uchun. Nimaga unaqa deyapman? Hozirgi Xitoy mashinalari, современный Xitoy mashinalari hammasida bir xil muammo. Shu 12 ta, shu Trackerda ham xuddi shu muammo kuzatilyapti. Bilsanglar, pechkada ko'pchilik 9 klimat kontrolda bitta tomoni issiq, bitta tomoni sovuq haydab qo'yadi. Bunga sabab avto rejimda ishlashligi sabab bo'ldi. Nimaga unaqa deyapman? Bu mashinalarda to есть zaslonkasi bo'ladi, motorchik zaslonkani ochib yopib beradigan motorchigi bo'ladi. O'sha motorchigi постоянно avto rejimda ishlab turadi. Bir ochib, bir yopib ishlab turadi. Agar sizlar ruchnoy buni usulga qo'yib qo'ysanglar, o'zingizlar xohlagan paytda upravlat qilasizlar, o'ynab turmaydi. Xo'p, avto rejimda ishlagan paytda bitta положенияda yarim оборотda ochib yopganligi uchun klapanni oxirigacha ocha olmay qoladi. Motorchik bir xilgi paytda oxirigacha ochadi, bir xilgi paytda oxirigacha ocha olmaydi. Bir xilgi paytda majburan ochishi hisobiga motorchik zo'riqib ishlaganini hisobiga klapan oxirigacha ochilmagani natijasida sindirib yuborish holatlari ham bo'ladi. O'shaning uchun birinchi buni tekshirish yo'li, pechkani yoqasizlar. Pechkani yoqqan paytda agar bu tomoningizlar sizlarda sovuq haydayotgan bo'lsa, shu o'rtada ozgina o'ynatib tekshirib ko'rasizlar. Agar sizlarda muammo o'zgarsa, to есть oxirigacha ochilsa, bunda sizlarda klapan muammosi bo'ladi, yoki motorchikda muammo bo'ladi. Необходимо shu sistemani o'zidan, to есть motorchiklarini tekshirib ko'rish talab qilinadi. Ikkinchi muammo, to есть sizlarda holat o'zgarmasa, yoki ikkala tomondan ham salqin, sovuq havo haydayotgan bo'lsa, bunda radiatorda muammo bo'lgan bo'ladi. Radiatorda yomon antifriz qo'yish natijasida sistemangiz musurga to'lgan bo'ladi. Buning uchun полный sistemani chistiska qilib, yaxshi original antifrizdan quyib, profilaktika qilishimiz to'g'ri keladi. Xullas, video foydali bo'lgan bo'lsa, maksimal do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham foydali videolarni qo'yib boramiz.